Do'stlar, juda ham ko'p so'rovlar sabab bo'lgan BYD Yuan 401 kilometrligi. Bu o'sha O'zbekistonga ofitsialniy dilerdan kirib kelgani. Bilasizlar, ofitsialniy dilerda hozir 22,5 ming atrofida turibdi bu mashina. Lekin bu mashinaga hozir zakaz bersanglar, kamida yana 4 oy, 5 oy, 6 oygacha kutilyapti. Sababi tagida qolmadi. O'shaning uchun hozir men sizlarga zo'r bitta taklif beraman. Salonda ham qolmaganini hisobga oladigan bo'lsak, bu mashinalar hozir narxi ko'tarilib ketgan. Bilasizlar, 2026-yildan yana muammolar bo'lib yotibdi. Xudo xolasa, men sizlarga juda ham zo'r taklif beraman. Qaranglar. Mashinani balonlarini bitta ko'ramiz. Mashinani balonlarini o'zini original balonlari turibdi. Juda ham zo'r holatda. Tonirovkani ruxsati bor. Ichini ham bitta ko'ramiz. Mashina bor yo'g'i 14,824 kilometr yurgan. Ichini ko'ringlar, panorama oynalarda turibdi. Bu o'sha eng yuqori pozitsiyalari. Do'stlar, egalari zaryadchilarni ham qo'shib berishyapti. Mana bitta orqadan ko'rsanglar, orqasini ham holati dahshat. Egalari olgandan keyin ba'zi bir joylarini black piano ham qilib qo'yishgan ekanda. Qora qilib tonirovkalarni qilib qarang, chiroyli turishini qarang. Buni hozir dilerda o'zida ham yo'q, buni ham kutilyapti. Shuning uchun do'stim, mana nomerni bilasiz, telefon qilasiz. Bu mashinani 20,500 ga, xudo xolasa baraka qilamiz. Tezda telefon qiling.